Nyam, nyam. Oo, Oydod. Kulayapsiz, to'g'rimi? Meni qulab tushganimni ko'rdingizmi? Ha ha ha. Siz, aynan siz. Ha ha ha. Lekin bilasizmi hozir nima sodir bo'ldi? Yana, endigisi yanada kuchliroq. Xo'sh, bu shunchaki kichik bir zilzila edi. Bugun sizlar bilan zilzila haqida gaplashamiz. Qani boshladik. Wow! Yer yuzasi yig'iladigan bosh qotirmaga o'xshaydi. Ha, u bir butun emas. Taxminan 20 ta bo'lakdan iborat. Va ular doimiy harakatda bo'ladi. Ammo buni siz bilan biz sezmaymiz, chunki ular juda sekin harakatlanadi. Har bir bo'lak tektonik plita deb nomlanadi. Doimo shunday qilib bu plitalar bir-biri bilan to'qnashsa yoki bir-birining yonidan o'tib ketsa, zilzila sodir bo'ladi. Ushbu plitalar to'qnashadigan joylar tektonik yoriqlar deb ataladi. Xo'sh, zilzila qachon sodir bo'ladi? To'g'ri, zilzila doimo mavjud bo'ladi. Lekin qo'rqmanglar. Aksariyat hollarda biz zilzilalarni sezmaymiz, chunki ular biz sezmaydigan darajada zaif bo'ladi. Ammo ba'zida ular shunchalik kuchli bo'ladiki, ularni yuzlab kilometr uzoqlikdan ham his qilishimiz mumkin bo'ladi. Zilzila sodir bo'ladigan joy gipomarkaz deb ataladi. Yer yuzasidagi u yuzaga kelgan joy esa epitsentr deb ataladi. Zilzilalarning 3 xil turi mavjud. Konvertgen chegaralar. Bu yerda zilzila paytida bir plita boshqasining ustida harakatlanadi. Bu esa surish yorig'ining paydo bo'lishiga olib keladi. Ko'plab tepaliklar va tog'lar aynan shu sababli paydo bo'lgan. Divergent chegaralar. Bu yerda plitalar bir-biridan ajralib chiqadi va yer yoriqlari paydo bo'ladi. Buning natijasida yangi ko'l va okeanlar paydo bo'ladi. Transformatsiya xatoliklar. Bu yerda plitalar bir-birlariga nisbatan siljiydi va bu hodisa ham siljish deb ataladi. Demak, zilzilalar yer plitalarining o'zaro keskin silkinishi, bukilishi, ishqalanishidan boshqa narsa emas. Endi bilasizki, yerning qachon asabi buziladigan bo'lsa, u darg'azab bo'ladi va titraydi. Ha ha, xavotir olmang, men hazillashdim. Bolajonlar, zilzila nima ekanligi haqida bilib oldingizmi? Unda men xursandman. Ko'rishguncha xayr. Wow!